Assalomu alaykum hammaga, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun obzorimizda Tiggo It Pro Premium avtomobili. Motorga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina motor bor azizlar. Shuningdek, kuzovlari juda qalin mashinlar ishlatilgan bo'ladi. Ma'lumot ko'rishingiz mumkin. Mana bunday chiroyli Panteraga o'xshagan svetodiod faralari bor. Kunduz kuni ham, kech kuni ham mana shuni o'zi viloyat optikasini o'zi zo'r yoritib beradi. Va bu yerda chiroyli emblemasimiz ham, ya'ni old obrisovka ham diamond stilda ishlangan. Yani uzoqdan chiroyli ko'rinish beradi. Quyoshga ko'rib turibsiz, qanday yaltirab turibdi. Shunday bularga garantiya beriladi 5000 yoki 5 yil yoki 150 ming probeg. Ballonlarga keladigan bo'lsak, olgandan keyin ballon almashtirmasangiz ham bo'ladi. Narxlar o'zida yumshoq ballon bo'ladi. Olgandan keyin просто davrinasini tushirib, o'zini mana shu zavodga ballonda haydab yursangiz ham bo'ladi. Mashinamizda krugozor obzoriga keladigan bo'lsak, 360 gradus kamerasi bilan jihozlangan. Ikkita old bokovinkasida, oldida va orqa tomonlarida 360 kalitlari bor. Shuningdek, salonga beskutcho dostуп, ya'ni kalitsiz kirish yo'lini beradi. Mana bu yerdan bemalol ko'rganingizdek bosib, ochib kirsangiz bo'ladi. Siz salon qismini ko'rishingiz mumkin. Obshpas juda chiroyli dizaynda qilingan. Bu yerda pushalkalar bor, juda chiroyli tarzda chiqarib beradi. Akustikalarimiz Sony bo'ladi azizlar. Ko'rganingizdek, любой qana qo'shiq eshitadigan bo'lsangiz, mayin va tin har bitta detalni ovozlaringizga chiroyli tartibda yetkazib beradi. Orqa salonimizga keladigan bo'lsak, juda ham oila uchun juda keng mashina. Mana ko'rishingiz mumkin. Farzandlaringiz 3 ta yoki 4 ta bo'ladigan bo'lsa, bemalol mazza qilib shu yerda o'tirib kengashga ketsa bo'ladi. Meni o'zimda bo'yim taxminan 1.75. O'tirib ketadigan bo'lsam ham, mana bemalol hech qanday muammosiz o'tirib ketaman. Shuningdek, ikkita sidenamizda abagrev sistemalari bor, sideni qizdirib ketadi va orqa diflektorlardan qish kuniga pechka, yoz kuniga konditsioner ham yaxshi davleniyada kelib turadi. Ko'rib turganingizdek, oldi sidenasi ham juda chiroyli tartibda qilingan, ya'ni xalaqit bermaydi sizga, tekis tushmagan, oyoqlaringiz bemalol turishi uchun. Shuningdek, o'rta qismiga keladigan bo'lsak, mana bu yerda podlokotniklarimiz bor. Bemalol choy, kofe bilan ichib ketsangiz ham bo'ladi va bemalol suyanib manzaradan bahra olib ketsangiz ham bo'ladi. Yosh bolangiz bo'ladigan bo'lsa, конечно, bu yerda детский сиденье прикрепление ham bor. Bemalol mana bu yerga ulab yosh bolani olib yursangiz ham bo'ladi. Tak, endi bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismini bir ko'rsatib o'tamiz. Bagajlarimiz elektronli bo'ladi, shuningdek детский rejim bor, ya'ni qisib qolmaydi. И заводской o'zini shtorkasida ko'rishingiz mumkin. Sal o'tib ketib qoldi mana. Mana qo'ysangiz bo'ladi, 3 kilogacha vес ko'taradi. И buni akkuratni olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shuningdek, sumka yoki boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni освежитель bilan olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ikki tomondan ham mana bunaqa 3 kilogacha ko'taradigan kurchoklarimiz bor. Bu tomonni ko'rib turganingizdek barxitdan bo'ladi. O'zini paddonlari и tagiga biron nima qo'yib qo'ysangiz bo'ladi o'z uchun. Tagida запасной ballonlari и yana также nimalari bor. Gaz ballon qo'ydirishingiz mumkin. Boshqa narsa o'sha запасной ballonni joyiga tushadi. Akkuratli. Siz bilan shuningdek, детский rejimigacha bor. Tekkani o'zi qaytaradi. Ya'ni yosh bolangiz bo'ladigan bo'lsa, qisib ham qolmaydi. Shofer tomoniga keladigan bo'lsak, bu yerda ham beskutcho dostуп bor. Salonga bemalol kalit yoningizda bo'lsa ham qo'l bilan ochib o'tirsangiz bo'ladi. И pamya sidenamizgacha bor. Ko'rib turganingizdek, sidenamizda o'zi kontrol o'zidan to'g'rilab oldi. Ya'ni o'tirishga, shoferning o'tirishiga o'zidan ligorovka qilib oladi. Также rul bizlarda multimedial rul bo'ladi. Rul naturalniy kojadan ishlatilgan. Va bemalol bu yerda misol uchun telefonda gaplashish, o'chirish, muzikani baland-past qilish, cruise control funksiyalari ham bor. Также menga zo'r yoqqan tarafi, shofer tomonidan obshikasi juda ko'p qulayliklar bor. Bu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Misol, oynani ochib yopishiga dostуп berib yoki o'chiradigan joyi bor va bokovoy oynalarni ligorovka qiladigan joylari bir joyda. Eshikni qulflash, ochish tomonlari ham va pamya sidenlarni bu yerda birinchi, ikkinchi, uchinchi narsalargacha bor. Ya'ni 3 ta odam o'tiradigan bo'lsa, misol uchun o'zim haydaydigan bo'lsam, o'zimda pamya sidenamda, ya'ni pamya siden ligorovkani birinchiga qo'yishim mumkin. Misol uchun do'stimniki bo'lsa, ikkinchiga, yana bir tanishim haydaydigan bo'lsa, uchinchiga qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Ular ham o'ziga bemalol nastroykasini to'g'rilasa bo'ladi demoqchiman. Bu tomondan bar qismiga keladigan bo'lsa, buni bitta ko'rsatib o'tishingizni so'rayman. Salon podsetkalarimiz ham zo'r yo'nalishda kechikib ketadi, kunduz kuni unchalik ko'rinmaydi.
Bu yerdan bemalol rejimlarni boshqarsangiz bo'ladi. Avrinkalar ham juda udobniy joyda. Qo'lingizda hech qanaqa bu yoqqa surishingiz kerak emas. Mana bu yerga joylashgan bo'ladi. Также ручной tormozlarimiz va avtohold rejimlar. Avtohold ko'plar tushunmaydi, nima sabab avtohold nima vazifani bajaradi. Avtoholddan vazifasini qisqa qilib tushuntirib o'tib ketaman. Bu svetoforlarda probkalar, aslida tog'li hududga borganingizda juda kerakli bo'ladi. Ya'ni tormozni ushlab turmaysiz svetofor kelganda ham. Где-то 2 minut bosib turganingizda remen taqilgan holatda bu narsa ishlaydi. Uni esdan chiqarmang. Qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, oyog'ingiz bemalol dam olib tursa ham bo'ladi. Shuningdek, ovoz baland pastgacha, ya'ni muzikanigini mana bu yerdan to'g'rilasangiz ham bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda udobniy variantda bo'ladi. И torpedasi sili ham, dizayni ham menga juda ma'qul kelgan. Hech qanday oyog'imga yoki qo'limga biron joyga xalaqit bermaydi. Monitorlarim kenggina, kattagina monitorlarimiz bor. Va panorama tom bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin mana. Avtomatik tarzda o'zi ochiladi. Bunda ham ya'ni детский rejimlarigacha bor. Oxirgacha ochmadim, chunki buni o'ziga ham sal ko'proq vaqt ketib qoladi. Детский rejim bor, bunda ham ya'ni to есть отдачasi bor. Tayyor bo'lsa bo'ladi. Также bu yerda yana zo'r plus tomoni ko'rib turganingizdek, bu yerda беспроводной zaryadkasi и yopib qo'ysangiz ham bo'ladi buni. Akkuratni misol kalit biron nima qo'yadigan bo'lsangiz ham ochib turmang. Mana shunaqa skromniy variantda ko'rinib turadi. Barimizga keladigan bo'lsak, barimizda xolodilniklarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol yaxtaga ichimliklarni hozir yozgi kunda juda ham isib ketyapti-ku akam. Yaxta ichimliklarni solib, mazza qilib ichib ketsangiz ham bo'ladi. Boshqacha his-tuyg'u, konditsionerlari ham sovutishga gap bo'lishi mumkin emas. 9 klimat kontrol deysizmi? Misol uchun yoningizda yosh katta odam o'tirgan bo'lsa, bemalol o'ziga o'qishi pechkani siz o'ziga konditsionerni to'g'rilab ham ketsangiz bo'ladi. Ya'ni bitta salonda o'zida ikkita atmosfera, ya'ni ikki xil ob-havoni klimat kontrolini bir xil ushlab turib beradi. Keladigan bo'lsak, buni avtokreditga, рассрочкаga, naqd to'lov asosida перечисление deysizmi? Ya'ni перечисление firmaning nomiga alohida qilgansiz, firmangiz bo'lsa, o'sha перечисление kiradi. Leasing to'lov asosida, leasing to'lov asosida ko'plar noto'g'ri tushunadi. Firma bankrot ketsa nima bo'ladi? Firma rezerv olibdi. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Leasing to'lov asosida, ya'ni kredit tarixingizga qaramagan holatda mashinani sizga chiqarib berishadi. Keyin mashinani esdan chiqarmang, firma nomida qolib ketmaydi. Umuman firma bankrot bo'lgan bo'lsa ham keyinchalik o'z nomimizga spokойно berib ko'rsatib signallarimiz beriladi. O'sha to'lov asosida olsangiz bo'ladi. Yana tradingga mashinangizdan bahorot bilan sizda mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingizda mashinangizni bosh to'lov hisobida olib qolib, bu mashinani sizga berib yuborishimiz zo'r bo'ladi. Yana nimasi oldida uzr o'zida esimdan chiqib qoldi. Partronika datchikga juda ham zo'r foyda beradi. O'zimdan ko'p qo'ygan, ogohlantiradi, ya'ni biror nimaga tegish qilmoqchi bo'lsa, kechki aslo risk bo'ladi yoki qanaqa qilib bo'lishi mumkin. O'shaga tegishli bo'lsa sizlarni ogohlantiradi. Qancha bo'lgani distansiyasini qo'llanishlarni ko'rsatadi. Demak, hammangizni Cherry AD Master yangi ariq, yangi zapchast bozoridagi avtosalonimizda sizlarni kutib qolamiz. Bemalol ushbu opsiyada yozilgan raqamlarga telefon qilib, bizdan qanaqa ma'lumot qiziqtirgan bo'lsa, o'sha ma'lumot orqali bemalol javob olishingiz mumkin. Shuningdek, ertalab 9 dan kechki soat 6 gacha bepul tezroq xizmatlarimiz bor. Ish vaqtimiz ertalab 9 dan kechki soat 8 gacha hammangizni kutib qolamiz.